Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bemorda pulsni aniqlash texnikasini ko'rsatib beramiz. Pulsni aniqlash va yozish uchun maxsus apparatlar mavjud. Lekin hozirgi kunda yurak qon tomir sistemasi kasalliklarida bilak arteriyasidan pulsni aniqlash hali ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Buning uchun bizni bosh barmog'imiz tirsak suyagi ostida qoladi. Qolgan 3 barmog'imiz bilak arteriyasi og'zida ushlanadi. Pulsni aniqlash uchun bizga sekundomer va qayd etish varaqasi zarur bo'ladi. Bemor o'tirgan yoki yotgan holatda, osoyishta, o'zini bo'sh qo'ygan holatda bo'lishi kerak. Bemorga muolaja maqsadimiz tushuntiriladi. Avvalo, birinchi etapda qo'llarimiz 6 bosqichda yuviladi. Bilak arteriyasidan pulsni aniqlash uchun avvalo qo'limizni bosh barmog'imiz tirsak suyagida qoladi. Qolgan barmoqlar bilan bilak arteriyasini og'zida ushlaymiz va sekundomerni yoqamiz. 30 soniya davomida puls aniqlanadi va 2 ga ko'paytiriladi. Bemorda aritmiya holatlari yuzaga kelsa, puls 1 daqiqada to'liq aniqlanishi kerak. Kattalarda normada puls 60 tadan 80 tagacha, pulsni tezlashishi taxikardiya, normadan pasayishi bradikardiya, ritmni buzilishi aritmiya deb nomlanadi.